Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana o'zi dehqonchiliklar. Xolos yurishibdi hammalar. Endi mana yangi ochib chiqqan jo'jalar. Hozir ko'rsatamiz alohida qilib. Mana edi. Bir oydan o'tgan jo'jalar. Xolasa bular ham mana cho'milib endi ko'chaga chiqishdi. Mana eshikka chiqib yurishibdi. Xolasa katta bo'lib qolishdi. Ana ichida 15 kunga borib bormagan jo'jalar. Xolasa bular yangi zot olib kelganmiz, shu zotlardan. Zo'r holati yaxshi. O'samiz. Mana birorlarga yoqmayapti bu jo'jalar. Donini yeb qo'yapti bular. Mana inasi. Enalar ham allash. Hamma yoq inasi. Ochgarda ham turibdi. Boshqasini bolasini ham boshqadamaydi. Bemalol yetalab yuraveradi. Xolasa zo'r, holatlar yaxshi. Boshib turamiz videolarni. Mana cho'milib